Mening ismim Sarvinoz. Yoshim 23 da. Har kuni ishga ketaman, har kuni uyga qaytaman va har safar eshikni ochishdan oldin yuragim siqilib ketadi. Chunki uyda meni tinchlik emas, erimning gumonlari kutadi. Ishdan kelganimda erim ko'pincha jim bo'lib qarab turadi. Bu jimlik qichqiriqdan ham og'irroq. Birozdan keyin savollar boshlanadi. Nega kech kelding deydi. Kim bilan eding deydi. Ko'nglim sezadi deydi. Menga xiyonat qilyapsan deydi. Bu so'zlarni har safar eshitganimda ichimda nimadir sinadi. Men o'zimni oqlayman, tushuntiraman, lekin erim ishonmaydi. Go'yo men ayol emas, sudlanayotgan odamdek yashayman. Halol bo'lsam ham aybdordekman. Ba'zan oynaga qarab qolaman. Ko'zlarim charchagan, lablarim jim. Ichimda esa qaynab yotgan hislar bor. Men erimni sevib turmushga chiqqanman, lekin hozir sevgi o'rnini rashk egallab olgandek. Erim bir paytlar meni ishga kuzatib, ehtiyot bo'l derdi. Hozir esa har ehtiyot bo'l degan gapning ichida gumon bor. Men kulishni unutdim. Uyda faqat sukut yoki janjal. Oshxonada choynakni qo'yib turganimda qo'llarim titraydi. Derazadan tashqariga qarayman. Ko'chani kulib ketayotgan juftliklarni ko'rib, yuragim uvushadi. Chunki biz ham shunaqa edik. Ichimdagi ehtiros yo'qolmagan, lekin bu ehtiros tanaga emas, ishonchga bog'liq. Erim menga ishonsa, men hamma narsaga chiday olardim, lekin ishonchsizlik meni asta-sekin ichimdan yemiryapti. Bir kuni bardoshim tugadi. Ovozim titrab chiqdi, lekin to'xtamadim. Men seni hali ham sevaman dedim, lekin sen meni so'zlaring bilan sindiryapsan dedim. Har kuni meni aybdor qilishing jonimga tekdi dedim. Erim jim qoldi. Birinchi marta ko'zlarimga qarab turdi. Men ko'z yoshimni yashirmadim, chunki yashirishdan charchagan edim. Men erimga hammasini aytdim. Telefonimni tekshirishing mumkin dedim. Qayerga borsam ham yashiradigan narsam yo'q dedim. Lekin qalbimni sindirma dedim. Men ham ayolman. Menga ham mehr kerak, menga ham ishonch kerak. Erim sekin yaqinlashdi. Nafasi o'zgarganini sezdim. Balki u ham meni yo'qotishdan qo'rqayotgandir. Balki rashk sevgidan kuchliroq bo'lib ketgandir. Lekin achchiq ustida baribir erimga xiyonat qildim. Bir ishchimiz bilan yurib ketdim. Haligacha yuraman.